Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun yangi narsalarimiz bilan, yangi tovarlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Bugun sizlarga tanishtiradigan bizning tovarlarimiz xuddi mana shu holatdagi birjachalarimiz. Bularni hozir ochib ko'rsataman. Ikkinchisi esa mana bunday komplektlarimiz. Bu komplektni troika bu. Qarang, ichida xullas xudicha, yaqalik, undan keyin esa futbolkadan keyin esa bunday birjasi bilan bor. Bu troika. Mana bu holatda esa bu komplekt bu. Mana hozir sizlarga bittasini ochib ko'rsataman. Qandayligini o'zingizlar ko'rasizlar. Keyin mana baloga qolib ketmasak bo'ldi. Ochganimiz uchun ochib biz mana bu holatda 98 razmerda birjasi bilan bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxini hali gaplashamiz. Narxi hali aniq bo'lganicha yo'q, lekin bugun yoki erta bularning narxi kelishib chiqariladi. Bilmadim qanchadan bo'ladi, lekin qanday bo'lsa ham arziydigan. Mana buni hali bizning qo'limizga o'tgan yo'q, chunki chevarxonadan endi chiqdi bular. Chevarxonadan chiqib bizning qo'lga sotuvga ruxsat berilgandan keyin esa men buni ochib sizlarga ko'rsatib bera olaman. Ungacha hozir esa sizlarga oldindan mana shunday holatdagi birjachalarimizni ko'rsatishim mumkin. Mana bellarda u oyoqlarda bunday yo'naqasi bilan juda ham chiroyli tikilgan, farzandingizni yaqqol ko'zga tashlanib turadigan, qilib chiqarib beradigan tepapast komplektimiz. Mana triologiyani ham ko'rdingizlar, ya'ni tepapast komplekt plus futbolkasi bilan chiqqan. Bulardan ham narx-navolarini gaplashamiz, ko'ramiz va sizlarga bu haqida yaqin kunlarda, bugun yo ertaga narxini sizlarga aytib o'tamiz. Hozir esa bizning adresimiz Farg'ona viloyati Beshariq shahri, Sirdaryo ko'chasi 46-uydagi Luxian tekstil kompaniyasi korxonasi. Ushbu rolik ostida bizning telefon raqamlarimiz qoldirilgan, Telegram kanallarimiz ham bor. Bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Narx-navosini kelishib yetkazib ham beraveramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'lingizlar. Alloh savdongizni barakasini bersin. Rahmat.